Yovvoyi tabiatda omon qolishga majbur bo'lgan qahramonlar haqidagi top 10 ta eng yuqori ball olgan qiziqarli filmlar. Yovvoyi tabiat sharoitida omon qolish uchun kurashdan ko'ra keskinroq va shafqatsizroq narsa yo'q. Zamonaviy texnologiyalar va qulayliklar bilan to'la hayotimizda biz tabiat qanchalik qat'iy va beomon bo'lishini ko'pincha unutamiz. Tasavvur qiling, siz sivilizatsiyadan yiroq, o'lim xavfi ostidagi bir joyda qolgansiz. Siz orolda yoki tabiiy ofatlar orasida omon qolishga qodirmisiz? Taslim bo'lishdan oldin qancha vaqt bardosh bera olardingiz? Insoniyatning omon qolish kurashi haqida ko'plab filmlar suratga olingan, biroq ularning ozchiliginigina haqiqatdan ham buyuk deb atash mumkin. Quyida yovvoyi tabiatda omon qolish haqida ko'rishga juda ham arziydigan filmlar ro'yxatini taqdim etaman. Hammaga assalomu alaykum. Siz 3-planeta kanalidasiz. Tayyor bo'lsangiz, men boshladim. Jungli filmi haqiqiy voqeaga asoslangan bo'lib, u isroillik sayyoh Yossi Ginsbergning Amazonka o'rmonlarini o'rganish uchun yo'lga chiqqan sarguzashtini hikoya qiladi. Afsuski, bu ekspeditsiya fojiali yakun topadi. Yossi begonalarga ortiqcha ishonuvchanlik qilib, Amazonkaga mahalliy qabila bilan uchrashish niyatida yo'l oladi. Ammo safar davomida u ryukzagini yo'qotadi va butunlay yolg'iz qoladi. U gallyutsinatsiyalar, ochlik va Amazonkaning shafqatsiz tabiati bilan kurashib, omon qolishga urinadi. Filmda bosh rolni o'ynagan Daniel Radcliffe ko'pchilikka Garri Potter sifatida tanish, turli aksentlarda gapirishdan cho'chimaydigan aktyor sifatida bu safar ham o'zining Yossi obrazidagi mahorati bilan rejissyor Greg Maklin filmiga katta ta'sir beradi. Kinopoisk reytingida 7.1, IMDb reytingida 6.7 ballarga ega. The Grey. Liam Neeson odatda zo'r jangari filmlarda rol o'ynashni yoqtiradi, ammo The Grey filmida na qurol, na jinoyatchilar bor. Bu safar tahdid ikki tomonlama. Yovvoyi tabiatning o'zi va uning ichida yirtqich bo'lib ularni quvayotgan bo'rilar. Ko'plab omon qolish filmlarida bo'lgani kabi, The Greyda ham voqea samolyot halokati ortidan boshlanadi. Bu safar qor bilan qoplangan Alyaska osmonida. Hatto bo'rilar bo'lmasa ham, tundrada qolib ketish sahroda qolish bilan barobar darajada dahshatli bo'lardi. Liam Neeson ijrosidagi John Otway ismli qahramon neftchilar jamoasiga rahbarlik qiladi. Ular vaqtga qarshi poygaga kirishib, qor uyumlarini yengib o'tish va eng asosiysi ularni ovlayotgan och bo'rilar to'dasidan qochib qutulishlari kerak bo'ladi. Film tomoshabinni shu qadar o'z dunyosiga tortadiki, ba'zan o'ylab qolamiz, agar biz o'sha joyda bo'lganimizda nima qilgan bo'lardik. Film inson ruhining chidamliligi va hayot uchun kurash haqida chuqur o'yga soladi. Kinopoisk reytingida 7.1, IMDb reytingida esa 6.7 ballarga ega. The Way Back. 4000 mil masofa, yovvoyi, shafqatsiz tabiat bag'rini bosib o'tish bu siz xohlaydigan yo'l emas. Ayniqsa gap Sibirning Gulag lageridan qochish haqida ketayotgan bo'lsa. The Way Back filmi bu haqiqiy voqealarga asoslangan urush davridagi omon qolish hikoyasi. U polyak harbiy asiri Slavomir Ravichning xotiralariga tayangan. U o'zining lagerda bo'lgan yana 6 nafar mahbus bilan birga qochish rejasini tuzadi va bu xavfli sayohatni amalga oshiradi. Ular sovet qo'riqchilaridan qochib qutulgandan keyin tabiatning o'zi bilan to'qnash keladilar. Qor bo'ronlari, qumli dovullar, sovuq urushlari, quyosh urushlari va yana ko'plab sinovlar bilan. Rejissyor Peter Weirning bu urush dramasi keng ko'lamli vizual manzaralar va inson xarakterining chuqur tahlili uyg'unlashgan asardir. Film nafaqat ulug'vor, balki insoniy jihatdan ham yaqin tuyuladi va bizni kundalik muammolarimiz haqida o'ylashga majbur qiladi.
Kinopoisk reytingida 6.7, IMDb reytingida esa 7.3 ballarga ega. Everest cho'qqisiga chiqish bu faqat jasorat emas, balki omon qolishning o'zi ham ishning 80% tashkil etadi. Bu ko'plab insonlar hanuzgacha o'zini sinab ko'radigan ulkan maqsad. Biroq 1996-yildan beri bu ekspeditsiyalar tijorat tusini olgan bo'lsa-da, bu ularni oson yoki xavfsiz qiladi degani emas. Filmda Jason Clark va Jake Gyllenhaal ikki xil yondashuvga ega bo'lgan ekspeditsiya rahbarlari rolini ijro etadilar. Ammo ularning yo'llari bir xil fojiali vaziyatda kesishadi. Ular balandlikda qolib ketadilar. Balandlik kasalligi, tanadagi haddan tashqari zo'riqish va kislorod yetishmasligi, gipoksiya bu sayohatchilarga tahdid soladigan asosiy xavflardan ayrimlaridir. Rejissyor Baltazar Karmakur bu ruhni muzlatib yuboradigan, ammo haqiqiy voqeani hikoya qilib beradi. Filmni hayratlanarli tog' manzaralari bezab turadi. Ularni tomosha qilganda hatto bosh aylanishini sezish ham mumkin. Kinopoisk reytingida 7.2, IMDb reytingida esa 7.1 ballarga ega. All is Lost. Bitta odam, bitta qayiq va butun film davomida atigi 50 bitta so'z. Shunga qaramay, All is Lost ko'plab dialoglarga boy filmlardan ham ko'proq hayajon va chuqur his uyg'otadi. Rejissyor J.C. Chandorning bu filmida bosh rolni Robert Redford ijro etgan. U Hind okeani orqali yolg'iz suzib o'tishga qaror qilgan erkak obrazini yaratadi. Biroq kutilmaganda yuz bergan dahshatli bo'ron uning qayig'ini cho'ktiradi. Endi u faqat o'z jasorati, chidamliligi va topqirligiga tayanib tirik qolish uchun kurashish kerak bo'ladi. Qiziqarli jihati shundaki, filmning ayrim sahnalari haqiqiy okeanda suratga olingan. Bu esa texnik jihatdan nihoyatda murakkab jarayon bo'lib, filmga yanada ishonarli va tabiiy tus beradi. Kinopoisk reytingida 6.7, IMDb reytingida esa 6.9 ballarga ega. Rescue Down. Kristen Bale'ning kinodagi hayratlanarli o'zgarishlari har doim insonni lol qoldiradi. Rescue Down filmida u 55 kilogramga ozadi. Shunchalik ishonarli obraz yaratish uchun. Bale bu safar haqiqiy inson, AQSh harbiy uchuvchisi Dieter Dengler rolida. Dengler Vyetnam urushi paytida dushman qo'liga asir tushgan edi. Rejissyor Werner Herzog bu voqeani ilgari ham yoritgan. U 1997-yilda kichik Dieter uchishi kerak, Little Dieter Needs to Fly nomli dokumental film suratga olgan. Ammo 9 yil o'tib u bu hikoyani badiiy film shaklida qayta yaratadi. Endi esa Bale'ning qahramoni Laos o'rmonlarida oziq-ovqatsiz yovvoyi tabiatda omon qolish uchun kurashadi. Rescue Down bu hayajonli va chuqur film bo'lib, tomoshabinni umidsizlik va irodaning o'ta kuchli sinovlari olamiga olib kiradi. Filmda aktyorlarning ijrosi shunchalik haqiqiy va kuchliki, tomoshabinlar bir zumga ham ekranlardan ko'zini uza olishmaydi. Kinopoisk reytingida 7.0, IMDb reytingida esa 7.3 ballarga ega. Life of Pi. Rejissyor Ang Lee'ning bu filmi epik dramatik asar bo'lib, bosh rolni Suraj Sharma ijro etadi. Film 16 yoshli Pi ismli yigit haqida bo'lib, u Xudoni har qanday shaklda sevuvchi va hayvonlarga nisbatan chuqur mehr bilan to'lgan insondir. Bir kuni Pi qutqaruv qayig'ida qolib ketadi va u yerda Richard Parker ismli bengal yo'lbarsi borligini bilib qoladi. Ammo yo'lbars unga dushmanlik qilmaydi. Aksincha, ular birgalikda omon qolish uchun kurashni boshlaydilar. Life of Pi bu noyob, hayajonli va yurakni larzaga soluvchi film. Pi faqat yo'lbars bilan insondan kuchliroq rishta o'rnatibgina qolmay,
balki insoniyat va ruhiyat, tarix va umid o'rtasidagi bog'liqlikni ham yangicha anglay boshlaydi. Filmda nafaqat hayot uchun kurash, balki ruhiy uyg'onish va Xudoga bo'lgan ishonch ham markazda turadi. Shu jihati bilan Life of Pi nafaqat sarguzasht, balki falsafiy ma'no bilan ham to'la asar hisoblanadi. Kinopoisk reytingida 7.8, IMDb reytingida esa 7.9 ballarga ega. The Revenant. Hayratlanarlisi shundaki, Leonardo DiCaprio nihoyat o'zining uzoq kutilgan Oscar mukofotini aynan shu omon qolgan filmidagi roli uchun qo'lga kiritdi. Uning avvalgi barcha ijrolari ham zo'r bo'lgan, ammo aynan bu filmda u yaratgan Hugh Glass obrazi tomoshabinlarni butunlay hayratda qoldirdi. Film haqiqiy voqeaga asoslangan. 1823-yilda Dakota hududining yovvoyi tabiatida yashagan ovchi Hugh Glass o'lim bilan yuzma-yuz keladi. U nafaqat ayozli sovuqlarga dosh berishi, balki og'ir jarohatlarni davolashi va hatto grizli ayg'iga qarshi kurashib omon qolishi kerak bo'ladi. Rejissyor Alejandro G. Iñárritu yaratgan bu epik realistik western ko'zga chiroyli manzaralar, yovvoyi tabiatning qahrini va inson iroda kuchining cheksizligini uyg'unlashtirgan asar. Filmni tomosha qilar ekansiz, go'yo ekrandan sovuq shamol urayotgandek, qor hidi kelayotgandek, muzdek suv tanangizni qotirayotgandek tuyuladi. Bu film bir vaqtning o'zida ham mahliyo qiluvchi, ham dahshatli. Kinopoisk reytingida 7.8, IMDb reytingida esa 8 ballarni qo'lga kiritgan. Va nihoyat Izgoy, Cast Away. Biz hech qachon Wilson kabi jonsiz bir buyumga shunchalik hissiy bog'lanmaganmiz. Robert Zemeckisning klassik Cast Away haqidagi filmida Tom Hanks FedEx kompaniyasi menejeri rolini ijro etadi. Samolyot halokatidan so'ng u kimsasiz orolga chiqib ketadi va u yerda yolg'iz holda yashab qolishga majbur bo'ladi. Cast Away'ni bir aktyorli teatr deb atash mumkin. Tom Hanks butun filmni deyarli yakka o'zi olib chiqqan va uning ijrosi nihoyatda kuchli. Filmda na dabdabali dekoratsiyalar, na kuchli musiqa, na maxsus effektlar bor. Ammo u tomoshabinlarni shu qadar kuchli o'ziga torta oladiki, ekran oldidan ketgingiz kelmaydi va qayta ko'rganingiz sari hech bezor bo'lmaysiz. Kinopoiskdagi reytingi 8.3, IMDb'dagi reytingi esa 7.8. Bu kinolardan ko'plari o'zbek tiliga dublyaj qilingan, lekin hammasi ham emas. Ba'zilarini siz faqat rus tilida yoki agar xohlasangiz ingliz tilida ko'rishingiz mumkin. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Va yana kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi shunaqa qiziqarli va foydali videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.